Bilasizlar, hozirgi kunda salfetkalarning bunaqa varianti ham va mana bunaqa turi ham bor. O'zi salfetkalar nima uchun kerak? Ma'lumot uchun aytib o'taman. Bolajonlarni suvdagi oqqanida, ovqatlantirmoqchi bo'lganingizda yoki qusganida artish uchun bu juda ham zarur. O'zi kichkinagina narsa-yu, lekin har kunlik foydalanish uchun juda ham kerak. Buning ichida 6 ta yoki 7 ta salfetka, buning ichida 10 ta bo'ladi. Mana shunaqa kattalikda bo'ladi bular. O'zi hammasi bir xil vazifani bajaradi, lekin men sizlarga boshqa bittasini tavsiya qilaman. Biorganikdan 10 talik salfetkamiz. Xo'p, nimasi bilan afzal? Birinchidan, matosi 100% organik, gipoallergeniya hisoblanadi. Ikkinchidan, juda ham barakali. Ichida 10 ta dona salfetka bo'ladi va razmerlari ham 28 ga 28. Boyga ko'rsatgandan 2 barobar katta bo'ladi. Buni xuddi o'shanaqa bolani ovqatlantirayotganingizda, suvga oqqanida, qusganida artishdan tashqari bolajonning kiyimini orqasiga qo'yib qo'yishga ham zo'r to'g'ri keladi. U uchun alohida salfetka yoki sochiqcha olib yurishingiz shart emas. O'zi kundalik foydalanishga u ham bu ham hammasi to'g'ri kelaveradi, lekin bilasizlar, men sizlarga doim o'zingizga foydali bo'lganini tavsiya qilaman. Narxlari bo'yicha kommentariyaga murojaat qilsanglar, albatta ma'lumot beraman.